Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hammanglarning Ramazon oyi muborak bo'lsin. Alloh taolo ushbu Ramazon oyida qilgan barliq ibodatlaringlarni qabul qilsin. Ramazon oyi boshqa oylarga qaraganda ko'plagan fazilatlar bilan ustun turdi. Bu oyda Qur'on Karim nozil bo'lgan va 1000 oydan ustun fazilatga ega qadr kechisi bu oyga yushirilgandir. Shundaqla bu muborak oy islom tarixidagi ko'plagan tarixiy ahamiyatga ega voqealarning shohidi bo'lgan. Biz Ilmyor yoshlar guruhi bu yillik Ramazonlik programmamizda tarixdagi Ramazon oyida yuz bergan voqealar boshtima qilingan suhbatlarni huzuringizga sunmoqchimiz. Allohdan suhbatlarimizni manfaatli qilib berishini so'raymiz. İslam tarixidagi bugunga, ya'ni Ramazon oyining 1-kuniga qarag'animizda ko'plagan ahamiyatli hodisalarni uchirtimiz. Bulardan biri bo'lsa, Qur'on Karim Sura A'loda tilga ilingan samoviy risolatlardan hisoblanadigan Suhuf Ibrohim Ramazonning 1-kunida nozil qilingan. Ibrohim alayhisalomga tushirilgan bu samoviy risolalar islom ta'limotlarini o'z ichiga olgan bo'lib, risolaning mazmuni haqida Qur'on Karim va hadislardagi ba'zi ma'lumotlardan boshqa tafsilotlar va yoki risolaning o'zi kunimizga yetib kelolmagan. Har qanday bir musulmon kishi Allah tarafidan nozil qilingan samoviy kitoblarga ishonish bilan birga bu risolani ham tasdiqlashi, uning Ibrohim alayhisalomga tushirilganligiga ishonish kerak. Bugun aslanishga tegishlik yana bir ahvol bo'lsa, hijratning 2-yili Muhammad alayhisalomning ummatiga Ramazon ro'zasi farz qilingan bo'lib, musulmonlarning tunji Ramazon ro'zasini boshlagan kunidir. Ramazon oyi insonlarning Allohning rahmatiga oson erishish uchun alohida fazilatlar bilan to'ldirilib, shaytonlar kishanlanib, bir yil ichidagi oylarning sultoni qilingan musulmonlar uchun eng mo'l usulliq oy hisoblandi. Va yana hijratning 9-yili Ramazonning 1-kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning 30 ming kishilik qo'shini urushga rasmiy kirishmasdilla dushmanning qalbiga silingan qo'rqinch bilan 40 mingdan ko'p qo'shin bilan tashkillangan Rum imperiyasidan g'olib kelib zafar bilan qaytgan. Ya'ni islom tarixidagi Tabuk g'azoti nomi bilan mashhur bo'lgan g'azotda musulmonlar g'alaba qilib Madinaga qaytib kelgan kundir. Bu urush payg'ambar alayhisalom o'zi bevosita qatnashgan eng oxirgi urush hisoblandi. Bugungi tarixiy voqealardan yana birisi bo'lsa, Misrga musulmonlar qo'shinining kirishi. Hijratning 20-yili Ramazonning 1-kuni Umar roziyallohu anhuning xalifalik davrida Umar ibn Asning qo'mondonligidagi islom fathi qo'shini Misrga yurish qilib kirgan. Bu vaqtlar islom dunyoning taraf-taraflariga tez suratda tarqalayotgan vaqtlar bo'lib, musulmonlar Falastinni ozod qilgandan keyin Sham diyorlaridan Misrga qochib kelib olgan Rumlarning hujumlaridan saqlanish uchun shundaqla islom fathisining texmi yeyilishini maqsad qilib Misrga yurish qilgan edi. Va yana hijratning 732-yili Ramazon oyining 1-kunida Allom ibn Xaldun rahimahulloh tug'ilgan bo'lib, bu zot astronomiya ilmi, iqtisodshunaslik ilmi, tarixshunoslik ilmi, faqihlik, hofizlik bilan mashhur bo'lgan va yana matematika, falsafa va undan boshqa nurg'unlagan fanlardagi ustun natijalar bilan dunyoga ta'sir ko'rsatgan musulmon olimdir. Bugun Ramazonning boshlanish munosabati bilan suhbatimizda musulmonlar Ramazonga qanday tayyorlik qilish kerakligi haqida to'xtalib o'tamiz. Dunyo hayoti bulut tezligida o'tib, bizni hisob kuniga yaqinlashtirmoqda. Aziz qarindoshlar, tijoratchilar savdosining yaxshi bo'lishi uchun Ramazondan 2-3 oy burundan mollarini to'liqlab yoki Ramazonda yaxshi setildigan yangi mollarni akeldirib degandek tayyorlik qilishga boshlaydi. Ammo Ramazonda Alloh bilan foydali tijorat qilish oldida turayotgan gunohlarning yuyilishi, qalblarning poklanishi uchun Ramazonni to'rt ko'zi bilan kutayotgan musulmon bu muborak oyni kutib olish uchun qanday tayyorliklarni qilish kerak? Texi tunugullar masjid munbarlarda, tor aloqa vositalarida xutbalar so'zlanib, Ramazonning nihoyat tez o'tib ketganligi so'zlanib, o'tgan yillik Ramazon bilan vidolashgan edi. Bugun yana yangi bir Ramazonni qarshilab turmoqdamiz. Yillar mana shundoq tez o'tadi. Ramazonni uzatmay yangi bir Ramazon keldi. Dunyo ana shundoq. Tunugullar texi dunyoga kelganini tabriklab, xush kelding deb qarshi olgan biriga Alloh yotgan yerini jannat qilsin deb ta'ziya bildirgunimizdekla. Ramazonning qimmatini biladigan, uning kelishidan qalblari suyunadigan, uningga intizor bo'lgan inson Ramazondan burun qalbiga nazar silib baqish kerak. Hammamiz o'zimizga, qalbimizga nazar silib baqaylik. Va Ramazonda qalbimizni qandoq saqlashtiramiz bu haqda o'ylanib baqaylik. Ramazon tayyorligi birinchi bo'lib irodamizni hozirlashdan boshlanish kerak. Sahobalar Ramazonga 6 oy burun tayyorlik qiladi. Albatta, Ramazonning qimmatini bilgan kishi jannat eshiklari ochilib, cehennem eshikleri takıldıgan, namamel defterleri Allah'ı örleydigan, her gün minlarca ruh cehennemden azat kılındıgan bu mübarek ayını ibadet, itaat, takvalık, Kur'an ve zikir tesbihler bilen ötküzüşke bel bağlaydı. Bu ayının Allah bilen özü oturusudaki sülhü tüzüş, Allah'a qaytish eýikkenligini his qilib yetäläýdi. İmam Şafii'nin Ramazanda Kur'an'ni her kündüzü bir qıtım, keçisi bir qıtım, jami 60 qıtım tamam kıldıganlygy rivayet kılındı. Belki bunu anlaganymızda
bir adam qandaqmı bir oyda Qur'onni 60 qatim tamom qila olishi mumkin bo'lsin deb qilishimiz mumkin. Ammo telefonlarimizga bo'lgan hirismanligimizga, kunda o'zimiz sezmasdan necha soat vaqtimizni uningga sarf qilayotganimizga qarab baqsaqlar, buning ajablanarli emas ekanligini, telefonimizga bergan vaqtimiz va hirismanligimizni Qur'onga beralisaklar, uning mumkin bo'lmaydigan ish emasligini his qila olamiz. Ikkinchi, Ramazonni kutib olishga qalbimizni hozirlash. Sahobalardan Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan sizlar Ramazonni qanday kutib olasizlar deb so'ralganda, Alloh bilan qasamki, bizning birimiz qalbimizda qarindishimizga kichikkina adovat yoki o'chmanlik bilan Ramazonga kirishga jur'at qila olmaydi deb javob bergan. Ramazonga, tarovih namozlariga, tahajjudlarga, Ramazondagi iymoniy huzurga qalbi intilayotgan, tashna bo'layotgan qarindishim. Ramazonga adovat va o'chmanlik bilan to'lgan qalbingiz bilan kirish nima degan afsuslanarli ish? Üçüncü, amallarımızda amallarning javhiri bo'lgan ixlosni barpo qilish. Roza boshqa ibodatlarda butunlay farqli bo'lgan bir ibodat bo'lib, Alloh subhanahu va taolo bu ibodatning o'rnini hadis qudusidagi roza men uchun qilingan ibodatdir. Men uning mukofotini o'zim beraman degan so'zi bilan uning o'rnini ko'tardi. Agar zakot, namoz va haj Alloh uchun emasmidi deyilsa, albatta shunday. Bütün ibodatlar Alloh uchun qilinadi. Undaqda nima uchun faqatla roza deyilsa, çünkü rozada ixlos mukammal shaklda ifodalanadigan bo'lib, rozador albatta xolisa, boshqalar ko'rmaydigan xoli yerlarda rozasini buzib biror narsa yeyalishi mumkin. Ammo Allohning uni har vaqt ko'zitib turadiganligini bilib, bütün lazzatlarni Alloh uchun tark etadi. Roza faqat Alloh bilan banda o'tirsidagi amaldir. 4. Mübarek Ramazan'ı tentenisi bilen en güzel şekilde başlaş. Ramazan Müslümanlığa nispeten xuşallık elçisidir. O bizden yaratqıçımız bilen münasibetimizin yaxşılışımızga vesile bulduğun tolumu kıymetli mihmandır. Şunlaşqa Müslümanlar bu mihmanını en güzel şekildeki tayyorlıklar bilen kütüp olishga ehmiyet berishimiz gerek. Allah Teala mundaq deydi. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Kimki Allah'ın şuarlarını, yani dininin simvollarını ulug'laydigan, mana bu dillarning taqvodorligidandir. Bunun o'xshagan diniy ibodatlarga hurmat ko'rsatish, ulug'lash bo'lsa, qalbimizni Allohga texmi yaqinlashtirdi. Urf-odatlarni islomning eng go'zal prinsiplari asosida shakllantirishga tirishib kelgan aziz Uyg'ur millatining Ramazon tayyorliqlariga qarag'animizda ham bu hurmatning eng yuksak o'rnini ko'ra olamiz. Vatanimiz Sharq Turkistonda har uyda ota-onalarimiz Ramazon boshlanishdan avval cho'qim Ramazonlik savdo setiq qiladi. Bozorlarda Ramazonlik kayfiyat quyuq aks etadi. Ramazondan burun suhur va iftorlik uchun alohida retseptlar bilan hozirlangan so'qmoqlar, Ramazonga xos ko'p ustoshning oldini oldigan çaylıqlar hazırlansa, Ramazandaki tarovih ve tahajjud namazlarida kiydigan rahat kiyimlarni tayyorlashadi. İftar vaqtlarida bo'lsa, ijobatli duolarni qo'ldan berib qo'ymaslik uchun cho'qim bir qancha minut burun dasturxonga yiqilib o'ltirib, oilacha duoga qo'l ko'tariladi. Ramazondan burun vaqtlarini qilayotgan ko'p ishlardan tortib, ibodatni ko'proq qila oladigan shaklda tartiblaydi. Hatto dehqonlarmi ba'zi muhim dehqonchilik ishlarini Ramazonga udul keltirib qo'ymaslik uchun amal bor Ramazondan burun qilib olishga tirishadi. Qisqasi Uyg'ur musulmonlari Allohning dinining shuarlaridan bo'lgan muborak Ramazonni hurmatlash, uni izzati bilan kutib olishda boshqa millatlarga ulgu bo'la oladigan millatdir. Chet ellarda yashayotgan bizlar ham yashayotgan jamiyatlardagi holatlardan ta'sirlanib, bu an'anamizni yo'qotib qo'ymaslikqa, bu go'zal odatlarimizni gullantirishga ahamiyat berishimiz kerak. Alloh taolo bu muborak oyni jannatimizning elchisi qilib bersin. Bizni bu oydagi sharafli qadr kishisi bilan uchrashtirsin.